kim gapiryapti? Men seni to'q miyamman. Meni miyam? Ha, seni umuman ishlamaydigan miyamman. Unda aytchi, mashina sotsam, yutkizgan pullarimni toparlaymanmi? Odamlar uyni sotib ham qarta botib ketyapti. Buning chirib ketibdi-yu. Voy bolam, darvoza qani darvoza? Voy, otni qo'ltig'i. Shuni ham yutkizib o'rdingmi? Miyam ishlamayapti-da, dada. Endi tutmading. Tezda joyiga qo'ppay bo'ptimi? Miyani tosh bilan chaqaman. Tuqumingga qo'shib. Oh my god. Meni ishlatsan tezroq ishla. Ishlamayapti. Ana bu boshqa gap. Mana darvozacha gaplar. Aka, meni qutqarmasangiz bo'lmaydi. Srochka darvozangiz bormi? Aka, bir hafta o'yindaqa beramiz. Bir hafta o'yin hozir men miyam bilan kelishib olay. Miyam, nima qilamiz? Senga suratingni qadam beradi bular. Kecha kuzimizda qistamiz. Asakada eng kuchli darvozachi Xusniddin aka bo'ladi. Yo'q-e. Kvadrati 500 mingdan boshlanadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beradi. Yana nima qilyapsan? Darvozaga pulimiz yetmaydi, ko'paytirish kerak buni. O'ynamaysiz o'rmondani. O'ynamasak bo'lmaydi-da. Yana yutkizdi. Miyam, endi nima qilamiz? Miyam qisib qopti-yu. 90'larda ikkita qopti uylanmagan dada. Ular ham uylangan, uydagilari bilmaydi xolos, o'g'lim. Yo'q dada. Ha, 93lar uyda bo'ldoq, ko'chada ikkitadan bolasi bor. Uydagilari qiz topolmay ovora, bular spakoyni yashab yuribdi. 90'lar yomon to'y kiygansizlar. Ajab bo'lsin. Sizga bu ham kam ajab bo'lsin. Meni boqadigan o'g'lim. Katta bo'lsa men ham boqaman. Nogiron emasman. Meni ham erkalab ko'ring. Endi siz katta bo'lib polis bo'ldi. Qonim ochdi dada. Turgizyapsiz ukangizni ham. Boring noqachib turing. Uyda non qolmabdi dada. Unda boring do'konga chiqib olib keling. Ukam tug'ildi. Vafsha o'zgarib ketdingiz dada. Мальчик, помоги. Деньги дай, qornim ochiluvich. O'zim ham qonim och, senga pul bersam, darrov cho'lasanlar alkashlar. Mальчик, meni ham 6 yoshli o'g'lim bor edi. O'g'irlab ketishgan. Hadi shu alkash meni dadam bo'lsa-ya. Papa! Ivanushka, это senmi? Papa, o'zimga papa. О, сынок. Muncha xavf ketding, papa? Не знаю, это называется пешана takdir. Papa, смотри, я блогер. Ну? Dadam asaka aylanish, delfi, gilam yuvish sahida ishlaydi. Vodiy bo'ylab gilam, to'shak, ko'rpa, adyol nima bo'lsa olib kelib yuvib, uzog'i 3-4 kunda yetkazib beramiz. Что такое? Reklama что ли? Chivosmi? Undami ko'r. Divan kreslosini mebelni u yoqqa bu yoqqa siljitishga eringanlar uchun o'zimiz buni apparatlarimiz bilan olib borib, chemitska qilib, toza qilib yuvib kelamiz. Zastavka tekin. Все блогеры реклама делаешь, надоело уже. Papa, nimcha ne davoysan? Фу, да пошел ты вон. Sen pashol. 95'larda har yam uylanmagan bor ekan dada. Ola, a to'y qilgani pulimni yo'qdir-da. 95'larda hamma yo'g'i bor dada, uylangan qiz yo'q, qiz. Unaqa bo'lsa bitta bolasi bor xotinni olaversan, bo'laveradi. 95'larda bilmasda dada. Ay, qornim og'riyapti olam. Piyoda chiqing, liftdan chiqmang dada. 9-chi etajga ulgurmayman. Ana, sizga nima deyodim? Sekin tashladi. O'chashganda nima bo'lsa bo'ldi. Teskari qarab turing. Qulog'idan qayerga qarayman? Qayoq sasyapti? Hozir nima qildingiz dada? Ichingizda it olganmi? Sizga mazada bo'lib, sizni pipito tagliklaringiz bor. Sasib ham, toshib ham chiqib berdi. Keyin har xil reaksiya ham chaqirib berdi. Men-chi qachongacha mana shunaqa qilib yuraman? Nima bu dada?
san'at asari. Qochib turing og'zimni irg'itib yuboraman. Boring oğlum, mayga kelib tuxum bilan kalbasi yozdirib chiqing, meni qarzim bor, boring. Qanday kama, meni ham qarzim bor-ku, dada. Bu yerda qarzim yo'qdir, dada. Bu yerda qarzim yo'q meni. Ayaz yozdirib chiqyapti-da, mana shu yerda. Dunyoda nima qilyapsizlar, dada? Siz bor ekan-ku, dada. Ochimizda o'ldirib yubormang endi. Pul bor, borlikka bor. Bergim kelmaydi-da, bergim. Aktam nimaga chiqyapti, dada? Qadam bilaman. Bitta cho'chog'im kesib, on ko'yotganimgami? Ha, video qo'yib turish kerak edi-da. Unda sizni cho'chog'ingizni kesib, aktiv ko'taramiz. Dada, somsaga pul bering. Pul yo'q. O'zi somsam chiqib yotibdi. Xasis teletomoshabin. Bolangizga pul bering, pul. Endi chichivordi bu ham. Yotmang, turing, pul bering, pul. Ha bo'pti. Men. Agar farzandingiz devona bo'lishini istasangiz, unga 2000 so'm pul bering. Agar a'lo baholarga o'qisa, unga 10 000 bering. Yaxshi o'qiyapsizmi, ish qilmay aytibdi? Ha, dada, 5 ga o'qiyapman. Nima? Ko'proq pul bering, 50 ming bering, yo 100 ming bering. Berkitmang bolangizdan, berkitmang. Ko'zingiz ichiga yashirmang. Mana oling bashini. Sizlar bilan Kapangado TVda kamina boshlovchi kambag'allikka go ko'rsatuvimizda ko'rishguncha battar bo'ling. Shunaqayam qo'q bo'lasanmi? Ishtoningga siyib qo'ysang, hech kim qizini bermaydi. Mark, birinchi sen kirasan. Nimaga men qari? O'zlardan bo'lsin. Qanjancha qilig'laring jonimga tegdi. To'nka! Salom bolakay. Salom. Bashariyatni tekkizlab qo'yamanmi? O'limni qara qari. Mark, o'zingni bos. Voy, hojatxonaga o'tib kelay men. Ay, qo'lim og'riyapti olam. Piyoda chiqaylikdan chiqmang, dada. 9-etajga ulgurmayman. Qani, sizga nima yo'dim? Sizni to'shtani. O'chashganda nima bo'lsa bo'ldi. Teskari qarab turing. Qorong'uda qayerga qarayman? Qayer sasyapti? Hozir nima qildingiz, dada? Ichimda it olganmi? Sizga mazada bo'lib, sizni pipito tagliklaringiz bor. Sasib ham, toshib ham chiqmaydi. Keyin har xil reaksiya ham chaqirmaydi. Men-chi men. Qachongacha mana shuni aqlib yuraman. Nima bu, dada? San'at asari. Qochib turing og'zimni irg'itib yuboraman. Nos chekmang, dada. Roza sochilib ketadi. Yomon xumor tutyapti-da. O'zim ochvoldiga, dada. Nosim qaniydi? Dada, nima bo'ldi sizga? Skori chaqirmang, skori. Yomon tepyapti. Yomon sig'ib ketdi-ey. Boshdan qara. Qoraligini salqin ulgurmaganmi deyman. Odam ichi oriydi ham demaysan-a? Ketdimmi? Ey,
to'xta, qayerga ketyapsan? Men senga aytganim yo'q. Ana unga aytdim. Nima bo'pti qora bo'lsin? Zato qalbim o'qu. To'xta, birga ketamiz. To'xta, qayerga ketyapsan? Sen qolaver. Qayerga? Bozorga qatiq olib kelaman. Nima qilasan qatiqni? Ha, kerak. O'zing bilasan. Baribir oqarama. Baba! Uning nigohlari yuragimni sehrlab qo'ydi. U bilan o'tkazgan har bir daqiqam yuragimga azob beryapti. Katta bo'ldim, dada. Nima qilyapsan? Erga tegaman, dada. Birga qilyapsizmi, o'g'lim? Bo'lmasam uylimda ko'rayveramanmi? Mo novochod ichib oling. Ichmayman. Siyib qo'yapsizmi, o'g'lim? Siyga emasman. Ovozingizga ishlasa qilmadim. Formasi qani buni? Enezikida. Alo. 90'larda ikkita qop uylamagan, dada. Ular ham uylangan, uydagilari bilmaydi xolos, o'g'lim. Bo'lay, dada. Hay, 93lar uyda bo'ydoq, ko'chada ikkitadan bolasi bor. Uydagilari qiz topolmay ovora. Bular spokойно yashab yuribdi. Arkadaşlar, yomon to'y kiygansizlar. Ajab bo'lsin. Sizga bu ham kam ajab bo'lsin. Olivia salatini sediyadimi? Yo'q, yemadim. Dada, xolodilnikka solib qo'yadi, men eslab ko'ring. Yo'q, men yemadim, o'g'lim. Bu uyda ikkovimizdan boshqa kim bor? Achib qolgan salatni kim yeydi? Chiqinglar. Kim osti bega qulibdi? Menman. Ikkovimizdan boshqa kim bor yana uyda? Apering kalitdi, hozir teshib chiqadi. Boring qo'shninikiga kiring, kalt yo'qolib qolgan. Menga xiyonat qilyapsizmi, dada? Yo'q, o'g'lim. Sizni bitta qiz so'rayapti. Obkaling telefonni. Alo, Xadija qiz, men sizdan buni kutmagandim. Alvido. Sizlar aziz mehmonlar, o'g'limiz Kulala to'yiga rahmat kelganlar uchun. Menam bitta gapiring. Mana men o'g'lim ham sizlarga gapiradi-ya. Dadam ham to'ymasin. Ayiz eshitib qolmasin. Gulul mama, yine meni so'rakshing. Bo'g'irsog'im, o'nbalog'im, ko'zlarim unchog'im. Kulgularing yarashgan, o'zimni erkatoyim. Xayolparast dadalar. Dada, Ha? ko'pgina pullaringiz bo'lganda nimalar qilasiz? Ko'pgina pulim bo'lgandami? Uy olardim, mashinalar olardim. Yana aytaymi nima olardim? Ayiz qani? Ayam televizor ko'rib yotibdi. Ma keling. Ketdimmi? To'xta! Dada, ko'pgina pullaringiz bo'lganda nima qilasiz? Endi buni qarang. O'g'il ko'rdim deb mahallaga osherganman. To'g'risini ayting, men o'g'limisiz, ayiz o'g'limisiz? Sizni dada? Unaqa bo'lsa aytaman. Ayting. Aytaman.
hozir bunga aytib qo'yadigan bo'lsam, ayasiga yugurib borib aytib qo'yadi. Bon qarang o'g'lim. Hakuna Matata. Mana shu shirin xayollarim men bilan yashaversin. Ayamdan o'lgida qo'rqasiz dada. Hakuna Matata. O'g'il, jaqqa javobmi? Hamma yo'q chiroyli bo'ldi. Jaqqa javob meni bandi meni tilla ishlarim mashinga edi. O'g'irlagan sen ekansan-da. Qo'qaman men, soling joyiga qo'qaman men unaqa narsalarni. Bo'ldi. Nima bu qo'lingizda? Abdul o'tiribman. Sizdan rozimasman dada. Ajab bo'pti. Sizga maymun o'ynatmayapman dada. Qachon uylanasiz dada? Ko'rinmaydi. Nima saya? Molga o'xshamay o'la. Yilish cho'chqa emasmi? Kiminglarni beringlar. Pokizaga baraka kiradi. Rahmat aya. Onajonisi. O'ti. Paypaqingizni yuvib yursangiz o'lasizmi? Ko'zaqdiydiga yaqinlashib qopti. O'zingiz yuvib bersangiz bo'lmaydimi aya? Ko'p vijillorma, senlarga cho'ramanmi? Nima qilyapsiz ayasi? Biz deb charchab ishlab kelgansiz. Ha, qo'yavering. Men charchabman. Aya baqirmang. Nimaga baqirmayman? Biz ham odamlarga o'xshab asaka aylanish, do'st ayollar kiyim do'konlar kiyinamizmi? Albatta kiyinasiz opa. Hozir bizda skidkalar boshlandi bugundan. 980 minglik paltolarimiz 490 mingdan, 680 minglik mana shunaqa oqish patidan qilingan zor kurtkalarimiz 399 mingdan. Olamiz. Dadasi, yarashdimi? Ayasi. Keyinroq olaveraylik. Unaqa demang. Skidka narxida ekan olavering. Bozorchilar yig'lamasin, oldingidek savdo hech qayerda yo'q. Tili bo'lsa opalar aytsin, abed bo'ldi, pochin qilganimiz yo'q. Qorindiyam tikib qo'ydik, 8 soat bo'ldi, o'lganimiz yo'q. Devonayam pul topyapti, yarimta shashlik yeganimiz yo'q, o'lganimiz yo'q. Hamma oldim monsadan chiqaribsiz dada. Oldingidaqa savdo bo'lmayapti jon bolam. Kassalar ham kasha bo'lib ketdi. Boshqa ish qilmasa bo'lmaydi. Men topdim dada. Tepikda pampersini sotamiz. Fasl tanlamaydi. Siz uchun tergan mos keladi. Ular mayda pulingiz yo'qmi hojatxonaga? Yo'q dada, telefonni olib qochamiz. O'lganimiz yo'q. Dada, sizni bering, nima ko'rib oldingiz? Ha, uylanib olib, ham pul so'raveramsanmi? Endi uylantirishda oqibati mana bo'ladi. 20 ga kiryapti-ku go'rso'xda. Kelingizlar, odamlar chiqamayapti, pulim yo'q. 35 yoshdan 40 ga turib, o'ylab ko'rish kerak shundayam. 2006 lar go'dak. Ya человек паук. O'g'lim, kendiniz radomni o'zlab chiqib bering, o'zimizni ezib bering. Xo'p dada. Opalar, men Xosivani ukasiman. Pocham Rossiyaga qochib ketdi. Men senga ming marta aytganman. 2006 ga erga tegmadi. Bo'pti, quruq bo'lib qolmasin. Neylar? Mana bo'lib borasizlar. Devana qulluq bo'lsin dada, choylaganmiz. Uyimizga daydet kiryaptimi, o'g'lim? Chiqasan kelyapti dada. Yana nima o'ylayapsan? Devana sanaqasi tugabdi.
Va o'lormagan jon bola, mana senga eng sifatli O'zbekistonda trend bo'layotgan Pepito tagligini olib keldim. Pensiyangizni oldingizmi dada? Ha. Nevarasi kashasiyam tugabdi. Jonni jahonim onam, mana sovg'alar sizga. Voy o'g'lim, mengami? Dadangizdan ko'rmaganni sizdan ko'raman ekanda, o'g'lim. Ko'zingizni olay turmang, chanaqdan chiqib ketadi ya. Senlar men bilan olishmoqsan. Yuring o'g'lim, ikkalamiz birga choy ichamiz. Dadamchi. Dadangiz choy ichmay qo'yaveradi. Xo'rlayvermang, mening ham volim bor. O'g'lim, bo'ling kiyimlarni olib chiqing. Agar men kiyimlarim top-toza yuvmay qo'yaylik. Meni kiyimlarimni yuvib qo'ying, ertaga ishga kiyaman. Siz yana bir ikki kun kiyib turavering, bolaniki hozir zaril. Kiyim top-toza ekan. Xo'rlayvermang, mening ham volim bor. Turg'i bo'lsa ham tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bugun tug'ilgan kuningizmi, dada? Ertaroq aytmaysizmi? Pulim tugab qolibdi. Bo'ldi, bugundan o'zim uchun yashayman. Xuddi biz uchun yashab qo'ygandek. Bittanga ham kerak emas ekan mana. Endi o'zim tabriklayman. Qaydan oldingiz ayizga olgan sovg'alarni? Aka to'niga e'tibor, Sharxon Steykan, ro'panasta. Liliya gullar do'konidan oldim, dada. Davrani kengroq oling, asakaliga o'ynasın. Ayo, xuddi siznikiga o'xshaydi ekan sovg'a. Ha, to'g'ri, menikiga o'xshaydi ekan. Boringchi, ko'ringchi, meniki joydamikin. Yo'q aka, aka. Menga baxtliman, menga bu ham kam.